turgan komplektimiz mana ko'rib turganlarda xon taxta vazifasini bajaradi. Bemalol yosh katta odamlar kelsa 25 taga odamlarni xon taxta vazifasida kuzataveradi. Stullari tashqarida alohida mehmonlarga xizmat qilaveradi. Xon taxtasining razmeri 5,5 ga 1,20. 20 ta stuli bor, 11 million so'mga tayyorlab berdi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga stullari yong'oq yog'ochdan tayyorlangan, machalkalari 12 santimetrli machalka, koreyskiy atechento material, orqa ko'rinishlari pardalarga moslab qo'yilgan, yong'oq yog'ochda ishlangan. Bu komplektimiz 11 million so'mga arziydimi, arzimaydimi o'zingizlar bir qator fikrlar kommentariyada qoldirib o'tib ketasizlar. Kommentariyalarga albatta javob berib boryapmiz. Profilimizga kirib videoni ko'rib bo'lgandan keyin profilimizni 3,5 million so'mdan 15 million so'mgacha bo'lgan 12 kishilik stol stullar video obzorlari bilan joylaganmiz. 12 kishilikdan 42 kishilikgacha bo'lgan stol stullardan video obzorlar bilan joylaganmiz. Bemalol ko'rib profilimizdan ham zakaz qilishingiz mumkin. Telegram raqamlarimizda murojaat qilaverasizlar. Telegram raqamlarimizni qoldiramiz. Telegramda uylarning razmerini, manzilliklarini aytib o'tsanglar, dostavka xizmatlari haqida, uylarga necha kishilik stol stullar tushishi to'g'risida batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Hozir yuklayib turgan komplektimizni Namangan viloyatining Kosonsoy tumaniga tayyorladik. Hozir dostavkalarni yuklab chiqarib oryapmiz. Bundan oldingi videomiz Samarqand viloyatiga tayyorlangan plastmassa stoldan bo'lgan stol stullarni profilimizga o'tib ko'rlar. Profilimizda batafsil ma'lumotlar berib o'tganmiz. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani ijtimoiyat mahallasida joylashgan. Savdo qiladigan joyimiz Andijon Mebel Jahon bozor. O'zbekistonning barcha viloyatlari, qo'shni Qirg'iziston Respublikasi, O'sh, Qorasuv shaharlariga dostavka xizmatlarimiz bor. Qo'shni Tojikiston Respublikasining Andarxon yoki bo'lmasa Sadoqat chegara postlarigacha ham dostavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Andijon viloyati, Andijon shahriga dostavkamiz besplatniy. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasa, e'tiborlar uchun kattakon rahmat.